Assalomu alaykum. Mana birodarimiz, akamiz, Xolmajon akam xonadonlarimiz. Akam bir so'rab qoldiki, shu ko'p do'stlarim bor, dunyoning har chekkalarida do'stlarim bor. Shu do'stlarni haqqiga qiladigan bir duo bormi, domla? deb so'rab qoldilar. Haqiqatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'rgatgan duolarni asosida shuni negizida bir duo topdik. Ya'ni do'stlar uchun qiladigan duo. Qayerda sizni yaxshi ko'rgan do'stingiz bo'lsa ham, safardami, hazardami, oldingizdami, boshqa mamlakatdami, shu do'sti haqqiga duo qilsa yaxshi bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birodarini haqqiga g'aybdan qilgan duosini do'sti duosini qabul qiladi deganlar. Va yana undan tashqari shu do'stini haqqiga duo qilgan kishini ustida ikkita farishta turib, senga 2 barobar bo'lsin deb duo qilib turar ekan. Do'stlarni haqqiga qiladigan duo quyidagidir. Men uni hozir o'qib beraman. O'rganib olinglar, do'stlaringlarning haqqiga aytib beringlar. اللهم احفظ صديقي وارزقه الصحة والسعادة والبركة ويسر له أموره. qaytaraman. اللهم احفظ صديقي وارزقه الصحة والسعادة والبركة ويسر له أموره. Ma'nosi: Allohim do'stimni asra, unga sog'lik, baxt va baraka ber, ishlarini yengil qil. Alloh taolo qiyomat kunida Allah uchun do'stlashganlar qatorida bo'lishlikni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.